Muhammad Salohni ko'pchiligimiz o'ynayotgan futboli bilan tanidik. Bor yo'g'i 2 yilda qilganlari bilan eng tez yuqoriga intilgan futbolchilarning birinchi qatoridan joy oldi. Musulmonlarni qanday shaklda namoz qilishini bilmaydigan milliondan oshiq inglizlarga Saloh bu ishni qanday qilinishini har gol urganidan keyin ko'rsatdi va o'rgatdi. Yana aql bovar qilmas bir statistika. Angliyalik tadqiqotchilarning surishtiruv natijalariga qaraganda, Muhammad Saloh Liverpoolga kelganidan keyin musulmonlarga nisbatan g'ayri dinlar tomonidan kamsitilishlar va hurmatsizliklar ancha kamaygan. Shuning uchun Muhammad Saloh faqat o'ynayotgan futbol bilan emas, islom diniga sodiqligi bilan ham eslanadi. Bu boshida unga nisbatan qiyinchiliklarni tug'dirgan bo'lsa-da, Saloh hamma qiyinchiliklarni sabr bilan yengib o'tdi va oxirida hammani sevgisiga birdek erisha oldi. Shuning uchun Saloh do'stlari bilan aylanishlarga chiqmaydi. Alkogolli va disko klublar singari gunohlarga to'la joylarga bormaydi. Chunki Saloh bo'sh vaqtlarini ayoli va qizi bilan o'tkazishni yaxshi ko'radi. Xotini bilan mashhurlikka erishmasdan oldin oila qurgan. Saloh bu oilasiga sodiqligidan aslo voz kechmaydi. Bor haqiqat shuki, ko'pgina mashhur futbolchilar mashhurlikka erishgandan keyin kechki hayotlariga ko'proq e'tibor beradilar va disko klublardan chiqmaydilar. Bulardan farqli o'laroq Muhammad Saloh Angliyadagi hayoti davomida boy va shohona hayotga erisha oldi. Faqat u o'yin kulgidan ko'ra bo'sh vaqtlarini dini uchun sarflamoqda. Shuning uchun misrlik futbolchi doim yonida Qur'oni Karimni olib yurmoqda va gol urganidan keyin sajdaga bosh qo'yishi bir fenomen ko'rinishi singari hammani og'zidan tushayotgani yo'q. Hatto Salohni sermahsuldorligi ingliz futbol muxlislarini "Men ham musulmon bo'laman" degan she'rni yozishga majbur qildi. Normalda qattiqqo'l ekanligi bilan bilinadigan inglizlar hozir xuddi Salohni bag'riga bosib turgandek ko'rinmoqdalar va futbol tarixida birinchi marotaba futbol maydoniga boshida hijobi bilan o'z ayolini maydonga chiqargan futbolchi bu Saloh bo'ldi. Futbol machining oxirida Muhammad Saloh xotini va qizi Makka bilan maydonga chiqdi va o'sha onda hamma Saloh va oilasiga qarayotgan edilar. Angliyada hijobda yurganligi uchun kamsitilgan juda ham ko'p ayollar bo'ldi. Faqat Saloh maydonga ayolini o'sha ko'rinishda chiqarganidan keyin inglizlar bu holatga ham sevgi va hurmat bilan qaray boshladilar. Hatto Salohni o'sha maydonda ayolidan bir lahzaga ham ayrilmaganligi ko'plab muxlislari tomonidan yuksak hurmatlarga sazovor bo'ldi. Muhammad Salohni bu hayotda qiynayotgan narsalardan biri bu shubhasiz ochiq kiyingan muxlislaridir. Har doim uyalmasdan Saloh bilan birgalikda bo'lishlarini ta'kidlaydigan bu qizlar hech ham o'zlari xohlagan narsaga yeta olmaydilar. Albatta mashhur futbolchi bo'lish anchagina muxlisga ega bo'lish demakdir. Muhammad Saloh muxlislarini xafa qilmaslik uchun quchoqlashlariga qarshilik qilmasa-da, uyalganligi o'zi xohlamasa ham ko'rinishidan bilinib turadi. Muhammad Saloh dindor bo'lganligi uchun ayol muxlislariga ko'proq to'siqlar qo'yishga harakat qilmoqda. Albatta ba'zida o'zi xohlamagan hollarga ham uchrab turadi. Misol uchun Chempionlar Ligasi o'yinidan keyin jurnalist qiz va Salohning suhbati ko'pgina muhokamalarga sabab bo'ldi. Bunday munosabatlarga o'rganmagan Saloh jurnalistni yaqinlashganligini noto'g'ri tushunmoqda. Albatta o'tmishda ko'pgina jurnalist qizlar mashhur futbolchilardan intervyu olarkan, ularni o'pgandi va shu bilan mashhurlikka erishgandilar. Saloh buni sezganday ayolni yaqinlashi bilan boshini orqaga tortishga majbur bo'lib qoldi. Rostdan ham bu qizni niyatini bilmaymiz. Faqat Salohni bu holatni xuddi ayol uni o'pib olayotgandek qo'rqdi va boshini orqaga oldi. Keling shu videoni qisqa bir shaklda ko'raylik. Bu ko'rinishlar internet olamida juda ham ko'p gapirilmoqda. Ko'pgina insonlar Salohni bu harakatini komik holat deb e'tirof etarkan, ba'zilar bo'lsa ayoli bor erkakka bu darajada yaqinlashganligini qoralab, bu jurnalistni tanqid qildilar. Qissadan hissa shuki, Saloh ayoliga va diniga qanchalik sodiqliligiga hammani ishonchi komil bo'ldi. Yaqinda o'zingiz ko'rgan va bilganingiz Chempionlar Ligasi finali boshlanishi bilan muxlisa bir qiz maydonga uyatli kiyimda yugurib chiqdi va juda ham internet olamida gap so'z bo'lgan bu holat shov-shuvlarning eng yuqorisida turdi. Maydonga yugurib chiqqan bu modelni obunachilari soni bir kunda 2 milliondan oshib ketdi. Butun stadiondagi muxlislar va futbolchilarning ko'zi shu qizda bo'lganida, Muhammad Saloh bu qizga qaramagan yagona futbolchi bo'lib, hammani diqqatini o'ziga tortdi.
Qizni ko'rgani zahoti boshini yoniga qaratgan Salloh ayolni tashqariga olib chiqib ketgunlarigacha qaramaslikka harakat qildi. Sallohning bu harakati juda ham ko'p hurmat va e'tiborlarni o'ziga qaratdi. Maydonga chiqqan bu qiz bo'lsa, bir kun o'tib mashhurlikka erishganini va bir nechta Liverpool futbolchilarini o'ziga SMS yozganliklarini e'tirof etdi. Va o'sha futbolchilarning ichida Sallohni to'q ekanligini hamma yaxshi biladi. Hali siz kutmagan, lekin ko'rishni rosa ham xohlagan videolarimiz oldinda.